Hammamizga mashhur Silvestr Stallonening shunchalik kambag'al bo'lgan ekanki, o'zining eng yaxshi ko'rgan kuchugini $25 sotib olib, 3 yil yig'lab ko'z yosh qilib siqilgan ekan. Men esa yoshligimda shunchalik kambag'al bo'lganmanki, bitta eng yaxshi ko'rgan alfa kuchugimni shunchalik kambag'al bo'lganimni yeb qo'ygan ekanman. Esingizda bo'lsa bir buxankaning ustiga shakar sepib yeb ketish moda bo'lardi. O'sha paytda biz endi uyimizda qornimiz to'yib ovqat yemaganmiz. Qiyinchilik zamonlar edi, endi tan olish kerak. Xullas, bir kunasi o'qishdan uyga shoshib qorni ochib kelsam, odamlar ko'p olib turardilar hamaqada, ichib turardilar. Qarasam, cho'tki sho'rva qilib qo'yibdilar. Sho'rva ichida hamma yo'q, muhayyo, dahshat, sholg'om ham bor, bodom ham, pistasi ham bor. Xullas, go'shtli sho'rvada dahshatda. Endi ancha bo'lgan uni ovqatlar faqat tug'ilgan kun, bayramlarda yemasak, qo'ni-qo'shni to'yda yemasak. Haligini oshalab yeb yotibman, tiyirlar chiqib ketyapti, maza qilib buxankalarni botirib, bir kelib qolibmiz deb. Xullas, suyaklarim mana shuncha bo'ldi. Suyaklarni yig'dim, opshalarni ham suyaklarni yig'dimda, kuchugimizlashib boshladim. Adam rasa bundan ham olyaptilar, sho'rvani ham olyaptilar, u sho'rvani ham olyaptilar, oqidan ham o'zi qilgan sho'rvani ham, xullas, kayflari bor. Xullas, kalom suyaklarni yig'dim. Yiqqanimdan keyin alfa deb itimni izlashni boshladim. Keyin adam Alfing eshitmayapsan-ku. Men eshitmayman. Alfa deyman. Vafodor yigitim avtobusda maktabga borsam, yo'l yuzida yugurib ketardi-da, yonma-yon. Xullas, alfa desam hech chaqirmay qo'y. O'zing hozir Alfing yeb o'lding. Xudoga soldim kerakchi. Shunday kulib qo'ydim.